О, salom do'stlar, assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Ozgina sizga havo turishi mana shulayroq, salqin, tunni вообще как будто minus. Ну, ertan mana shunday xabar, потом neftani eshitganim тоже то же самое. Mana bu Qo'taqbosh aytgan, что 100 ming kishi o'zbeklar bo'lsa, ular оказывается Rossiyada 3-chi kishi bo'lar ekan население, потом Kanadada, потом Amerikada bo'lar ekan. Вот rahat dunyo, aymi? Просто men xuyeyu. Sen boshda o'zingda mana o'zingni O'zbekistoningda shu 100 ming kishini boshda turg'a sababini top. Tug'ilsin hali shu 100 ming kishi. Потом shu O'zbekistoningni oyoqqa bostir. Almashtir o'zingni sistemangni правительственный. So'ngroq уже aytirsin, qayda ular yashar ekan. Или sendan so'rab yasharlarmikan ular. Диаспора была ekan. Вот мудак, который топил за... В прошлом году мы наблюдали, да, я обсуждал. Топил, который за СВО, отвозил туда донаты, донатил, бабки кидал туда. Собирал деньги, отвозил. Видишь ли, блин, паспорт же у него российский, он же душой узбек, душой русский, или как он там сказал, блин. Уебок, короче. Наш уебок, блядь, пытается нахуй, блядь, что-то диктовать узбекам, что ли? Men anglamayman, блядь. Mana только baribgina o'tirga kerak bunday mudaqlarni, блядь. Endi o'zbekcha gapiraman. Tug'anlar, qardoshlar, o'zbeklar, mana o'zbekcha gapiraman dedim. Qaranglar. Mana shu o'zbeklarni parrot qilyapti. Onasini emsin. Hayvon. 100 ming o'zbek tug'iladigan bo'lsa, Xudo xolasa, O'zbekiston yayrab, gullab, yashnash kerak. U o'zbeklar tug'ilgan nimasidan beshigidan ko'chaga chopmasdan Rossiyani shipirgani, Kanadani shipirgani, Amerikani shipirgani, bu qanaqa fikr endi bu? Bu ot qo'tog'idan qanaqa fikr chiqishi mumkin, bilad? Rossiyskiy pasportim bor deb hovliqib, bilad, o'zicha bilad Rossiyada vd qilyapti. Amigaski. O'shinga do'stlar, tug'anlar, bunaqa hayvonlar bilan uzoq turinglar. Bunaqa hayvonlar bilan bo'pti deb yurmanglar bunaqalarga. Xo'p demanglar, amini chiqaringlar bunaqalarni. 100 ming o'zbek bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa, inshaalloh bo'lsin. Million o'zbek bo'lsinmi? Farqi yo'q. Главное, O'zbekistonni ichida yasharsin. O'zbekistonda boy bo'lib yasharsin. Qashshoq bo'lib davlatlarda yurmasin. Mana men ham yuribman-ku, qochib nimadan, urushdan.